Voy, bu ko'ylakni sevmasa umuman bo'lmaydi. Arziydigan ham ko'ylak edi. Qaranglar, xib trikotajli matoda yengilgina, ixchamgina mazza qilib kiyaverasizlar. Bular umuman o'ziga dazmol talab qilmaydi, kartochka bo'lmaydi, burgalamaydi, tvitlamaydi, bitlamaydi. Mazza qilib kiyaverasizlar. Qaranglar, fasoni juda zo'r. Bularni karmanlari bor. Oldi qismlarda, orqa qismlarda zo'rkaligini borligi hisobiga umuman qomatinglarni bilintirmaydi. Razmerlarni aytmaysizlarmi? 48-razmerdan boshlanadi, 58-60 kiydigan pompolalarimizga ham bemalol to'g'ri kelib ketaveradi. Hamma standartlarga javob beradi. Qo'l qismlari zinkali varianti, yengilgina, yoqalari ham yopiqgina varianti juda chiroyli turadi. Komfortli variantdagi ko'ylagimiz. Narxlarni oxirida aytaman. Hozir rasvetkasi ranglariga ahamiyat beramiz. Qaranglar, buni qora rangidan ham olib kelib qo'yamiz. Qorani bilasizlar, hamma sevadi. Rusum neobechniy variantda. Orqalarini ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Bogatli turadi. Kiyganda ham mazza qilib kiyaverasizlar. Ignimga kiyib olgan rangimdan ham nalichida bor. Bu rangni ko'rasizlarmi? Nimasan juda chiroyli. Neobechniy, hammani ustida ham ko'rmaysizlar, o'zgacha bo'lib juda chiroyli variant turadi. Xohlovchilar uchun esa mana bunaqa vellurli variantidan ham olib kelganmiz. Vellurli varianti ham umuman o'ziga chang olmaydi, oqarmaydi, mazza qilib baraka topib kiyishli bo'lgan variantimiz. Qaranglar, orqalari bilan qanaqa to'qilib, mazza qilib kiyaverasizlar. Qora rangini aytmaysizlarmi? Bu ham neobechniy, ozg'ingina ko'rsatadi, mazza qilib kiyaverasizlar. Xullas, bu ko'ylagimizga umuman ortiqcha maqtov kerak emas. Razmerlarni повтор eslatamiz. 48-razmerdan 60-razmerga kelgan obunachilarimizga bemalol to'g'ri kelaveradi. Narxlari esa 320 ming so'mdan narxiga bemalol stoyt qiladi. Oddiysi bilan almashtirmaymiz. 12 ta viloyatga dostavka xizmatimiz mavjud. Magazin ertalab 9 dan kechki 10 gacha har kuni ish faoliyatida. Lokatsiya Toshkent shahar Uchtepa tumani, Farhodskiy dehqon bozorining yonginasida joylashgan. Hammanglarni magazinimizda kutib qolamiz. Bemalol kiyaverasizlar.